boshqa hayvonlarnikidan foydalanish mumkin. Aytishi mumkin bu yerda. Xo'p, boshqa hayvonlar boshqa mamlakatdan kelyapti. Ya'ni musulmon bo'lmagan mamlakatlardan kelyapti o'sha mahsulotlar. Masalan, aytaylik, boringani o'sha molnikidir, qo'ynikidir, tuyanikidir, otnikidir. Foydalansa bo'laveradimi desa, foydalansa bo'laveradi. Ular musulmon emas-ku, ular mayta-ku. Ya'ni harom bo'lgan-ku. Harom bo'lgan bo'lsa ham foydalansa bo'laveradi. Chunki u suyagi qayta ishlanadi. Birinchidan, ikkinchidan mana bu yerda aytildi. Paylaridan foydalansa bo'laveradi. Suyaklaridan foydalansa bo'laveradi. Shuning uchun filni suyagidan foydalaniladi. Karkidonni suyagidan foydalaniladi. Va hokazo va hokazo foydalansa bo'laveradi. Nimaga? Chunki asli suyagida jon yo'q. Asli suyagida jon yo'q. Masalan, o'sha molni shoxini kesib olsangiz og'ritmaydi. Mana sochda ham jon yo'q. Sochni kessangiz ortadimi? Ortmaydi. Molni shoxini kesib olsangiz ham og'ritmaydi. Nimaga desa, unda ruh yo'q deydi. U jon